C10 modeli. Aha. Hozirgi kunda bu modelimizga ham juda katta skidka ketyapti. Xo'sh. Bu modelga ham O'zbekiston bo'ylab barcha shaharlardan juda katta qiziqish bildirilyapti aka. Mashina o'zini puliga juda arziydi aka. Leapmotor C10 modeli iyun oyida 340 million so'm sotilgan avtomobil. Hozirgi kunda tan narxidan naqd 35 million skidka 305 million so'mni tashkil qiladi aka. 305 million so'm. 305 million so'mga gibrid, crossover, tokda 280 km benzin rasxodi shaharning ichida 6 litr rasxod qiladi. Ichlari juda ham keng, bagajlari juda ham katta. O'zini zaryadkasi qo'shib beriladi. C16 modelimiz, ikkinchi pozitsiyasi. 380 million so'm sotilgan mashina iyun oyida 368 million so'mda sotildi chegirma narxida. Hozirgi iyul oyida yana tan narxidan 8 million chegirma qilib qo'ydik. Hozirgi kungi narxi 360 million so'm. Leapmotor C11 modelimiz iyun oyida 400 million so'm sotilgan modelimiz hozirgi kunda tan narxidan naqd 40 million skidkani tashkil qiladi. Hozirgi kungi narxi 360 million so'm. Krugovoy 9 ta kamera bilan jihozlangan. Mashinani o'zini o'zi qo'riqlash xizmati ham mashinada mavjud. 540 gradus kamera mashinada o'rnatilgan. Mashinamiz yurishlari juda ham yumshoq. Yaponiya darajasiga javob beradi. Mashinamiz 1.5 atmosferli motor bilan jihozlangan. Turbina motor emas, atmosferli motor o'zimiz yaxshi biladi. Bizning kuzatuvchilarimiz juda ham bir o'zini uzoq xizmat qilib berishligi bilan keyin qaraysam kaprizli motor hisoblanmaydi. Kaprizli emas. Buxorodagi Sultanov Motors Leapmotor avtosalonida iyul oyida juda katta chegirmalar bo'libdi. Bugungi videomizda chegirmalarni, zo'rlarini tanishtirib beramiz. Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar, kuzatuvchilar. Buxorodagi yangi ochilgan Leapmotor avtosalonida biz Leapmotor avtobrendi ancha bo'ldi. Buxoroga kirib kelganiga rasmiy avtosalondan bugun yaxshi chegirmalar qilib beryaptilar. Bugungi videomizda o'tgan videodan ko'ra anchagina chegirmalari ko'paygan. O'tkazmasdan ko'ra bir donagina like bosib qo'yinglar. Xo'sh, Leapmotordan bugun yangi videorolikimizni kutinglar. Xo'sh, Begzod akamiz videoga chiqishga tayyorlar. Begzod aka, assalomu alaykum aka. Rashid aka, assalomu alaykum. Rahmat aka. Ishlarni charchamayapsizmi? Bizlarni kuzatib turgan kuzatuvchilarimizga assalomu alaykum. Bugun iyul oyi kuni bilan Sultanov Motors ga tegishli Leapmotor avtosalonida yangiliklarimiz, bonuslarimiz juda ham talaygina aka. Xo'p, bizada ya'ni kim Sultanov Motors avtosalonida bonuslar, skidkalar har doim ham bo'ladi aka. Biza xalqni xursand qilishdan hech ham to'xtamaymiz, charchamaymiz ham aka. Yaxshi aka. Xo'p, bugungi kungi iyul oyidagi skidkalarga kelsak agar Leapmotor C11 modelimiz iyun oyida 400 million so'm sotilgan modelimiz hozirgi kunda tan narxidan naqd 40 million skidkani tashkil qiladi. Hozirgi kungi narxi 360 million so'm. 40 million chegirma qilib qo'ydik. 40 million chegirmada turibdi hozirgi kunda. Mashinamiz gibrid hisoblanadi. Tokni o'zida 350 km masofani bosib o'tadi. 100 kilometrga 6 litr benzin rasxod qiladi aka. 6 litr benzin rasxod. Mashinamiz juda ham tashqi ko'rinishi bilan ajralib turadi. Sportivniy mashina hisoblanadi Rashid aka. Dizaynlari, orqa dizaynlari, old dizaynlari o'zgacha, juda ham bejirim qilib ishlangan. Mashinamiz Krugovoy 9 ta kamera bilan jihozlangan. Mashinani o'zini o'zi qo'riqlash xizmati ham mashinada mavjud. 540 gradus kamera mashinada o'rnatilgan. Mashinamiz yurishlari juda ham yumshoq. Yaponiya darajasiga javob beradi. Mashinamiz 1.5 atmosferli motor bilan jihozlangan. Turbina motor emas, atmosferli motor o'zimiz yaxshi biladi. Bizning kuzatuvchilarimiz juda ham bir o'zini uzoq xizmat qilib berishligi bilan keyin qaraysam kaprizli motor hisoblanmaydi. Kaprizli emas. Kaprizli emas. Benzin umuman tanlamaydi. 92 benzin bilan ham bemalol harakatlanaveradi. Farqi yo'q benzin. Farqi yo'q umuman. Tushunarli. Demak 360 million so'm naqd pulga chiqarib beramiz. Shunday akajon. Naqd pulda naqd avtokredit 360 million so'm tashkil qiladi. Tushunarli. Barter, trading qilib beramiz. Bizning avtosalonda trading xizmati yo'lga qo'yilgan.
eski mashinalar bilan tashrif buyursalar, uni boshlang'ich pulga hisoblab olib, mashinamizni shart-sharoitlarini chiroyli qilib, avtosalonimizdan mijozlarimizni xursand qilib chiqarib yuboramiz. Rasrochka ham o'chilgan aka? Bizda to'lov turlarining barchasi bor. Xohlasalar rasrochkada, xohlasalar avtokredit qilib beramiz, xohlasalar firmaning ismiga prichlengan mashina chiqarib beramiz aka. Barcha xil to'lov usuli bor bizda. Tushunarli. Keyingi mashinalarimiz qaysilar aka? Xo'p, e'tibor bering. C11 modelimizga 40 million so'm chegirma e'lon qilingan. Iyul oyida C16 modelimiz ikkinchi pozitsiyasi 380 million so'm sotilgan mashina iyun oyida 368 million so'mda sotildi chegirma narxida. Hozirgi iyul oyida yana tan narxidan 8 million chegirma qilib qo'ydik. Hozirgi kungi narxi 360 million so'm. Bemalol 20 million narxi tushdi. Общий 20 million narxi tushdi. Bemalol kelib, xohlagan ranglardan, xohlagan salon rangidan qilib beramiz. Kelib xarid qilib ketishlari mumkin bemalol. Mana. Bunisi nechinchi pozitsiyasi aka? Bu C11 modelimiz, C16 modelimiz, bu ham C16 modelimiz hisoblanadi. Bu ham ikkinchi pozitsiyasi hisoblanadi C16 ni. Mana bu C16 modelimizning full pozitsiyasi. Xo'sh. 425 million so'm sotilgan C16 modelimiz hozirgi kunda tan narxidan naqd 25 million so'm chegirma 400 million so'm tashkil qiladi. Mashinamiz yurishlari juda ham yumshoq. Hozirgi kunda bizning yurtdoshlarimiz, bizning kuzatuvchilarimiz tomonidan juda katta qiziqish bilan qaralayotgan bu avtomobil juda ham o'zini qulayliklari, salon ichlarining komforti bilan juda ham ajralib turadi. Orqada ikkita kapitanskiy sidenya, massajlargacha qilib qo'yilgan, ikkita old sidenya, orqadagi ikkita kapitan sidenyada massaj bo'ladi aka. Mashinamiz 7 kishilik hisoblanadi. Barcha qulayliklar mavjud. Mashinamizda abduf, abagrev, ya'ni isitish, sovutish, massaj, даже mashinamizda xolodilniklarigacha bor. Xolodilniki -6 gradusgacha isitadi, +50 gradusgacha +-6 gradusga sovutadi, yaxlatadi, +50 gradusgacha isitadi. Bu ham xolodilnik, ham isitgich vazifasini bajaradi aka. Ishga isitma beradi. Shunaqa. Mashinamiz 70% napa koja bilan ishlangan saloni. Juda ham kojasi sifatli, yozda qizib, qishda qotib qolmaydi aka. Orqa o'rindiqlar keng, katta o'rindiqlar. Juda ham keng. Bu mashinani hozir videoda ko'rishdan ko'ra buni kelib bir o'z ko'zlari bilan ko'rib, mutaxassisdan konsultatsiya olib ketsalar, bizlar kelgan mijozimizga yanada ko'proq informatsiya berishga harakat qilamiz aka. Kelgan klientlarga. Shunday. Kelgan klientlarimiz informatsiyadan tashqari bizada test drive xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Kelib, xohlagan modellarni Buxoroning xohlagan joyida haydab ko'rib, bemalol keyin xarid qilsalar bo'ladi aka. Yaxshi aka. Xo'sh, bu C10 modelimiz, bu C11 modelimiz. Bo'yagan. Bu C11 modelimiz. Hozir ko'rsatgan modelimizni qora rangi hisoblanadi aka. Bez ramka oynalar. Bez ramichni oynalar, 2 sloy, 2 qavatlik oynalar ishlangan. Mashinamiz ichidagi komforti boshqa lip motor modellaridan ajralib turadi. Bu mashinamizda boshqa modellarda head-up display yo'q. Bu mashinamizga head-up display ham o'rnatib qo'yilgan ekan. C11 ga. C11 modelimizga ko'rishingiz mumkin. Bu mashinani orqa bagajlari juda ham keng, 550 litr bagaj tashkil qiladi. Sidenyamiz yotadi ham aka, bemalol. Har bitta bizdan mashina xarid qilgan mijozimizga bonus tariqasida mashinani uy sharoitida zaryad qo'yadigan zaryadchigini ham qo'shib beramiz. Zaryadchigimiz 220 tokda ishlaydi, 7 kilovatlik hisoblanadi. Mashinamizni 4 soatda to'ldirib beradi aka. 4 soatga uy sharoitida to'ldirib beradi. Keling siz bilan bir C11 modelimizni salon qismlarini bir obzor qilib chiqamiz aka. Bez ramichni aka. Oynalari bez ramichni. Mana. Juda ham chiroyli ishlangan. Har xil rangi bor ekan salon. Har xil salon rangidan bor aka. O'rindiqlari kojalik. Kojalik. Qarang, даже eshiklarga, eshiklar ochilishlari knopka bilan qo'yilgan. Mashinamiz krugovoy 12 ta Harman kolonkasi bilan jihozlangan aka. Juda ham bejirim. Ko'rsatib chiqing. Orqalari juda ham keng aka. Orqa haqiqatan keng ekan. Juda ham keng. Mana bu sidenyamizni orqa dakansa pozitsiyasida qo'yaman. Qarang,
juda ham Yana bemalol joyi bor. sizdan ham bo'yi baland 2 metrlik odam o'tirsa ham hech qanday qisilmasdan ichidagi qilib ketadi. qulaylikni his qilib, maza qilib ketadi ekan. Gap yo'q. Orqada ham abagrev, abduf bor ekan. Orqasida ham abagrev, abduf xizmatlari, funksiyalari bor ekan. Mashinamiz oldi sidenlari abduf, abagrev, massaj funksiyalari bilan jihozlangan ekan. Mana masajlar ham bor. Hammasi bor. 2026-yilda qanaqa texnologiya mavjud bo'lsa, bu mashinamiz shu texnologiya bilan jihozlangan ekan. E'tibor bering, mashinamizni nimasi paneli, ya'ni kim displeyi 17 dyum displey hisoblanadi. Displey juda ham shustri, juda ham chaqqon. Snapdragon da ishlaydi aka. Umuman qotib qolmaydi. Barcha bunda funksiyalar mavjud. Hattoki mashinamizda karaoke funksiyasi ham bor aka. Karaokelari ham bor. Bemalol karaokeda karaokeni yoqib qo'shiq kuylab uzoq safarga zerikmasdan zavq qilib ketishlar ham bo'ladi aka. Bemalol maza qilib ketsa bo'ladi. Konditsioner tizimi, mashinani pechka tizimi juda ham zo'r ishlaydi aka. Qanday desam sizga, hozirgi kundagi O'zbekiston bozorida Xitoydan juda ham ko'p mashinalar kirib kelyapti aka. Vibr juda ham katta aka. Tanlov ko'p. Tanlov juda ham ko'p aka. Qanday desam sizga, buni baribir hozir men bilan siz videoga olganimiz bilan baribir kelib ko'rgan boshqa. Kelib ko'rsa boshqacha. Kelib ko'rsa boshqacha. O'zi his qilib ko'rib, test drive qilib, bemalol olishlari mumkin. Aka, mashinamiz hozir zaryadga turibdi, zaryad olyapti mashinamiz. O'zini uy sharoitida qo'yadigan zaryadnikida zaryad olyapti. Mashinamiz 4 soatda to'ladi aka. 4 soatda 350 kilometr masofani bosib o'tadi. Bunaqa katta masofa bosib o'tadigan mashina O'zbekiston bozorida bunaqa gibrid mashina yo'q hozir. Chisti tokda 450 km. Yo'q aka. Chisti tokda 350 km. 350 kilometrni bosib o'tadi. Ya'ni bu mashina gibrid hisoblanadi. Bunaqa katta masofa bosib o'tadigan gibrid mashina hozirgi kunda O'zbekiston bozorida yo'q. Narx sifatidan bundan qimmatroq turadigan mashinalar ham buncha masofa bosib o'tmaydi aka. Tushunaylik. Buni gibrid sistemasi juda ham ideal, juda ham mukammal qilib ishlangan aka. Aynan O'zbekiston iqlimi uchun ishlangan avtomobil hisoblanadi aka. Kameralarga e'tibor bering, juda ham tiniq. Hamma rakursni ko'rsatadi aka. Xohlagan joyingizni masalan ko'rishingiz mumkin kamerasida. Даже shirokouгольный kameralargacha qilib qo'yilgan aka. Oldilariga ham shirokouгольный kamerasi bor aka. Mashinamizda zavodskoy video registrator o'rnatilgan. Bemalol ortiqcha pul sarflamasdan video registratorlarni ishlatsalar bo'ladi. Ortiqcha pul sarflab yana qo'shimcha video registrator sotib olish kerak emas aka. Tushunarli. Xo'p, mashinamiz yana xarakteristikasini davom etamiz aka. Mashinamizda adaptivniy cruise control aka, беспроводная zaryadka. Xo'p, head-up display, слепой zona, abagrev rul, abagrev лобовой, abagrev yon oynalari, Face ID aka, panorama tom aka, massaj, abduf, abagrevdan umuman muammo bo'lishi mumkin emas aka. Barcha funksiya bor. Undan tashqari bu mashinada boshqa modellarga yo'q funksiyasi bu mashinaning zavodskoy o'zini aka aromatizatori bor aka. Aromatizator bo'lganda ham oddiy emas, fransuzskiy hidlarni taratib turadi aka. 3 xil hidi bor aromatizatorda. Bemalol kelib, masalan, bizlarga zapravka qilib beramiz ham, garantiya asosida tugab qolsa, kelsalar agar aromatlarni xohlagan turini garantiya sifatida bizlar buni zapravka qilib beramiz. Aromatizatori mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana juda ham hidi aka, juda ham zo'r. Endi необычный 3 xil hid bor aka. Shulargacha bor. Hammasi bor, hammasigacha o'ylab qo'yilgan aka. Zo'r. Mashinamiz juda ideal. Lishna meni o'zimga juda ham yoqadi aka. Juda ham bir C11 modelimiz
qanday desam, o'zini tashqi ko'rinishi, yo'lda o'zini tutishi, dinamikasi juda ham zo'r. Narxi ham ancha qulay bo'lib Narxi ham qoldi. ancha qulay. Hozirgi kunda 40 million skitkada 360 million so'm tashkil qiladi aka. 360 million so'mga ushbu mashinani xarid qilsalaringiz Xarid bo'ladi. olib ketishlaringiz bemalol kelib mumkin oladigan aka, bemalol. vaqti lekin. Mashinalar nal ichida bor. Har xil rangidan xarid qilsak bo'ladi. Bizada avtosalonimizda rang, sohasi, model, mashinamizni pozitsiyalarini hammasini keltirib qo'yganmiz. Xohlagan modelni, xohlagan pozitsiyasidan, xohlagan rang, kuzov rangi, xohlagan salon rangi bizada barchasi mavjud ekan. Rangni, kuzov rangi, salon rangi bizga ortiqcha to'lov yo'q. Bemalol kelib tanlab, haydab ko'rib, sotib olib ketishlari mumkin akajon. C10 modeli Aha. hozirgi kunda bu modelimizga ham juda katta skidka ketyapti. Xo'sh. Bu modelga ham O'zbekiston bo'ylab barcha shaharlardan juda katta qiziqish bildirilyapti aka. Mashina o'zini puliga juda arziydi aka. Leapmotor C10 modeli iyun oyida 340 million so'm sotilgan avtomobil hozirgi kunda tan narxidan naqd 35 million skidka 305 million so'mni tashkil qiladi aka. 305 million so'm. 305 million so'mga gibrid, crossover, tokda 280 kilometr benzin rasxodi shaharning ichida 6 litr rasxod qiladi. Ichlari juda ham keng, bagajlari juda ham katta. O'zini zaryadkasi qo'shib beriladi bonus sifatida, komplektida. Uy sharoitida 4 soatga zaryadlanadi. Быстроходный zaryadkasi yarim soatda zaryadni to'ldirib 100% qilib beradi aka. 305 million so'mga shuncha qulaylik aka. Ideal. Xadavoylari juda ham yumshoq, yaponskiy balonlar bilan jihozlangan. Mashinamiz salonlari 70% napa koja bilan jihozlangan aka. Mashinamizda hamma funksiyalar bor. Isitish, sovutish, cruise control, video registrator, elektronniy o'rindiqlar, Face ID, sleepoy zona aka. Barchasi mavjud aka. Bu C16 ni kichikroq varianti ozgina. 5 kishilik. C16 modelimizni 5 kishilik varianti hisoblanadi. Gap yo'q. Bu modelimiz ham juda ham bir qanday desam sizga, qulay, juda ham bir yurishlari boshqacha, yumshoq, yo'lda o'zini tutishlari, dinamikasi. Bunda ham narx juda zo'r ekanda. 305 million. Yo'q aka, xolodilnik bunda yo'q. Xolodilnik yo'q. Xolodilnik bizani faqat hozirgi kunda C16 modelimizda bor. C16 da bor ham faqat. Bu ham displeyi Snapdragonda ishlaydi. Umuman qotmaydi aka. Bizada qanday desam sizga, barcha modellarimizda Snapdragon qo'yilgan panoramalari ko'rishingiz mumkin. Splashnoy panorama, gazli panorama hisoblanadi. Ochilmaydi. Kechqurun nima bo'lib oqarib, kunduz kunda qorayib, quyoshni maksimalni o'tkazmaslikka harakat qiladi panorama aka. Gap yo'q aka. 305 million so'mga xarid qilib ketsa bo'ladi naqd pulga. Sedan variantimiz qolmadimi aka? Yo'q aka, sedan variantimiz sotildi. Shu kun sotildi sedan variantimiz aka. Aytilgan. Bugun kechga treylerimiz kelyapti. Sedan variantimizdan naqd 4 ta kelyapti. Ikkita oq, ikkita qora modeldan bemalol kelib olib ketishlari mumkin. Mashinamiz C10 modelimizni davom etamiz aka. Mashinamiz texnik xarakteristikalar bilan tanishtirib o'tiraman. Xo'sh. Mashinamiz 1.5 atmosferli motor bilan jihozlangan. Mashina umuman benzin tanlamaydi. 92 benzin bilan ham yuraveradi aka. Xo'sh, rasxodi ekonomichni 6 litr benzin yeydi. 100 kilometrda shaharning ichida, dalni, ya'niki uzoq yo'lda yana ham rasxodlari kamayib boradi aka. Mashinani o'zida avtomatik sovutish tizimi bilan jihozlangan, даже batareyalarigacha sovutadi aka. Batareylargacha. Yozda sovutib, qishda isitib o'tiradi. Spetsialniy batareya uchun maxsus o'zini antifriz aylanadigan bachokga ham bor aka. Batareya uchun. Batareya uchun spetsialniy aka. Gap yo'q. Eng qulay variant 305 million so'mga Leapmotor xarid qilsak bo'ladi. 305 millionga Leapmotor C10 modeli, crossover aka. Bagajlarini qarang. 5 kishilik bemalol olib minib ketsalar bo'ladi. Mazza qilib olib minadigan joyi. 600 litr bagaj aka. Bagaji katta ekan. Bagaji kamlik qilsa, yana ham mana bunday qilsak, bu уже двухспальный bo'ladi aka. Qarang aka. Двухспальный bo'ladi. Qarang. 305 millionga akajon, bunaqa crossoverni qayerdan topamiz aka?
305 millionga bundan yaxshi variant yo'q. Yo'q Gibridlar aka. orasida. Gibrid variant 305 millionga aka. Elektropaket. Yana aka, bu 305 millionga bu modelimiz hozirgi kunda 305 million. Hozirgi kunda. Bu skidka qachongacha davom etadi bilmayman aka. Tugab qolishi ham mumkin. Tugab qolishi ham mumkin. Masalan, bizada bu shunaqa variant bo'ladi. Masalan, bu modelimizga iyul oyida 305 million skidka 35 million e'lon qilinadi. Avgust oyida bu modelimiz qaytib o'z narxiga qaytadi 340 million. Bu boshqa modelimizga C16 ni full pozitsiyasiga skidka e'lon qilinadi. Unga ham bir oy skidka e'lon qilinadi, unga ham skidka yopiladi, boshqa modelga skidka. C01 ga skidka e'lon qilinadi. O'sha uchun aytaman, skidka e'lon qilingan payt skidkalarni uvol qilmasdan, kelib o'tkazib yubormasdan xarid qilib ketishlari mumkin ekan. Gap yo'q. Bemalol kelaverasizlar Sultanov Motorsda C16, C11, C10 barchasidan mana bunaqa rangliklardan ham bor. Buni obzor qildik aka? Buni ko'rsatib o'tdik, buni obzor qildik. Bu kafeyni sveti hisoblanadi. Kafeyni sveti C11 modelini boshqa xil salon rangi aka. E'tibor bering. Old sidenizda bu atamankasi ham bor. Atamankasi ham bor, massaj ham bor. Massaj ham bor, atamanka ham bor. Hamma aytdim-ku hozir 2026-yilda qanaqa texnologiya bo'lsa, bu mashinamiz shu texnologiya bilan jihozlangan ekan. Buni necha pul qilib beramiz dedingiz aka? Hozirgi skidka narxida 360 million so'm tashkil qiladi. 360 million so'mga olib ketsa bo'ladi. Bemalol. Kelaverasizlar Sultanov Motorsga mashinalarimiz soni cheklanmagan miqdorda keltirib qo'yilgan. Barcha modelni, barcha rangidan, barcha pozitsiyalardan hammasidan bor. Aka, Rashid aka. Xo'sh. Bizani avtosalonda modellarni tan narxidan, chegirmadan tashqari yana bizadan har bitta bizadan mashina xarid qilgan mijozimizga qo'shimcha ravishda har bitta mijozimizga 15 million so'mgacha dop opsiya qo'shib beryapmiz. Mashinaga qo'shimcha ravishda parrok, polik bo'lganda ham oddiy polik emas, 3-qatorlargacha polik qilib beramiz. Tonirovka, radiator zashta qilib beramiz aka. Undan tashqari yana mashinani rusifikatsiyasi, mashinani sertifikati, zaryadchigi bonus sifatida qo'shib beriladi. Undan ham tashqari yana bizadan mashina xarid qilgan har bitta mijozimizga qo'shimcha ravishda smart televizor ham qo'shib beryapmiz aka. Televizorlar ham bonusga. Bonus aka, hech qanaqa latatron, patatron o'yin emas aka. Har bitta mijozga berib yuboramiz aka. Men aytgan bonuslar har bitta mijozga beriladi aka. Har bitta mijozga beriladi. Boshqa viloyatdan tashrif buyurgan bizning mijozlarimiz uchun bonus paketlarimiz, bundan ham ortiq bonus paketlarimiz bor. Mehmonxona xizmati, Buxoroni aylantirish, yeb ichishlari barchasi avtosalonimiz tomonidan qoplaniladi aka. Lip Motor Buxoro tomonidan qilib beriladi. Shunday aka. Boshqa viloyatdan yoki Buxoro shahridan meni so'rab kelgan mijozlarimiz uchun yana meni o'zimni shaxsan o'zimni sovg'am bor. Uni faqat kelib biladi bizning mijozlarimiz. Bemalol kelaverasizlar. Mana Begzod aka o'zlariga uchrashsalaringiz chiroyli bonuslar qilib beradi. O'zimni shaxsiy sovg'am bor. Meni so'rab kelgan mijozlarimiz uchun. Gap yo'q. Keyingi oyga bundan ham yaxshi bonuslar kutamiz akajon. Ishlaringizga omad, charchamanglar. Lip Motor Buxoroda sizlarni kutamiz. Manzilimiz Karvondan kelaverishga, Karvon chorrahadan kelishga. Karvon chorrahadan chap qo'lga qaytganda Prezident rezidensiyasi ro'parasidagi rasmiy Jitur avtosaloni yonida joylashgan Sultanov Motorsga tegishli Lip Motor avtosaloni. Qoraqalpog'iston, Xorazm, Qarshidan keladigan bizning mijozlarimizga xo'p, Guliston restorandan o'tib, mana bu chor nimani oldida, nima deydi, Razvorot yonida joylashgan Lip Motor avtosaloni hisoblanadi aka. Bemalol kelaverasizlar. Bizlar mijozlarni, barcha mijozlarimizni yaxshi shart-sharoitlar qilib qo'yganmiz. Barcha mijozlarimizni avtosalonimizdan xursand qilib chiqarib yuborishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz aka. Gap yo'q Begzod aka, ishlaringizga omad aka, charchamang, sog' bo'ling. Rahmat aka, sog' bo'ling.